Hammaga xayrli tong. 16-dekabr operatsion kunimizni boshladik. Patsientkamiz yoshlari 27 da, mutlaq sog'lom ayol. Planimiz bo'yicha 8-9 ta tuxum hujayra mo'ljallagan edik. Hozir 12 ta tuxum hujayra oldik. Bularda erkaklik faktori bir necha oy davomida androloglarimiz tomonidan davo choralari olib borildi, gormonal stimulyatsiya qilingan. Tabiiy homiladorlik bo'lgani yo'q. Natija yomon emas. XC uchun yaxshi kerakli bo'lgan spermatozoidlarni oxirgi analizlarda ko'rdik va bugun Xudo xolasa XC amaliyoti qilinadi. Spermogramma juda ham holati yomon bo'lgani uchun bir necha bor biza spermani muzlatib qo'yganmiz, urug'lar muzlatilgan. Agarda bora juda ham tushib ketsa, o'sha muzlatilgan urug'larni eritib ishlatish maqsadida, lekin bugun o'zlari topshirib ko'radilar. Agarda bugun topshirgan urug'larda yetarli darajada spermatozoidlar bo'lsa urug'lantiramiz. Bular ham bizning klinikamizdan o'zlarini farzandlarini olib kelishlarini tilab